Kasbida gullab yashashiga bizdek ijodkorlar kim motivatsiya beradi bilasizlarmi? Albatta qaynona onajonimiz, go'zal, chiroyli, latofatli qaynona onajonimiz, buvijonimiz Rayhon xojonimizga kelinglar muborak bo'lsin. Aylanay. Xo'jonisi. Xo'jonim mana ana bo'lsin. orzu havas bilan, niyat bilan qildilar. Aylaning sizdan. Qarang, qizlaringizdan o'zingizga o'xshashadi. Maryamxonni qarang, qo'shaloq tilli so'zkalar, so'rg'ichlar. Chaqaloq tezroq kelsin, tezroq jiyanli bo'ling debdilar. Aylaning jonim. Xudo xolisa xonadoningizda bunday xursandchilik kunlar bardavom bo'lsin. Hammani havasini keltirdingiz. Tabriklaymiz. Ana endi bu to'y bo'lishiga eng katta sarmoya kiritgan sponsorimiz, to'yimizning global sponsorlari Jonzada jonlarga qarsak bormi?